Hammaga assalomu alaykum. Hozir o'tgan yili kabel tashib ketgan joyimga hozir mana podrezerniklarni o'rnatishni boshladik. Kabellar juda ham pastga tushib ketgan ekan. Mana shularni ko'tarib, bu yerda bo'lgan tepaga ko'tarib bu yerga podrezernik o'rnatamiz. Mana hozir kuxnya bu. Kabellar nimaga o'zim demaysizlar, chunki kabellar bu yerda bo'lgan, pol bo'lmagani hisobiga razmer olinmagan. Keyin bu kuxnya bo'lgani uchun 1.20 razmeriga olishga majbur bo'ldik. Aslida esa o'zi где-то shu atrofda bo'lishi kerak edi. Xo'p, bu yerda mana pulchatillar, rezetka pulchatillar, bu yerda yana qo'shimcha svet uchun kabel tashaldi. Bu yerda 3 ta kulchatil, bitta rezetka bo'ladi. Bu yerda rezetkalar hammasi. Bu yerda ham, bu yerda konditsioner uchun rezetka burchakda. Bu yerda televizor uchun uglon uchun rezetka. Bu yerda mana WBOL shlankasidan shlankacha qoldirilgan truba, shtabi ertaga ichidan svetlovoy kabel yoki antenna kabel tushib kirishi uchun. Hovlimiz. Bu yerda shit o'rnlarini chizdik. Bu yerda fikushkalar. Bu yerda ham shit. Bu yerda ham TV uchun dastlabki rezetka va bu yerda ham qo'shimcha lampcha uchun kabellar tushirdik va 3 ta kulchatil, bitta rezetka. Bu yerda konditsioner uchun rezetkamiz bor. Xullas, mana shu ishlar hozircha Xudo xolasa qolgan videolarni ham birin-ketin qo'yib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa kanalni kuzatib borsanglar, Xudo xolasa o'tkazib yubormaslar degan umidamiz. Rahmat, kanalni kuzatib boringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.